Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xush kelibsizlar kanalimizga. Xudo xolasa sizlarga moshin bozoriga kelib, shu moshinlarni yilini, motori qanday, qanaqa sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa moshin bozoriga bugun birinchi moshinimizni Lexusdan boshladik. Sizlarga ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa nima deymiz? Bugungi kunimizga kelsak, aziz aka-ukalarimiz 19-aprel bo'ladi, ya'ni 2026-yil. Aziz aka-ukalarimiz mashina yiliga kelsak, 2007-yil, motor 2.5 bo'ladi. Akamiz buni narxini 75 ming somon deyapti, yana savdosi bor deyapti. Nomer telefonlarini sizlarga aytib o'tamiz. Bemalol telefon qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Aziz aka-ukalarimiz, musofirlarimiz uchun shu telefon nomerlariga WhatsApp ulangan musofirlar shu WhatsAppga bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa biz syomkamizni boshladik. Yangi kirib kelgan aka-ukalarimizga shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Agar kimdagi reklama xizmati bo'lsa 93 534 04 94 raqamlariga telefon qilsalaringiz, promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Yana shu telefon nomerlarga WhatsApp ham ulangan aziz aka-ukalar. Davom etamiz. Bismillah. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa mana Lexus'imizni birinchi mashinamizdan boshladik. Mana oldi taraflarini sizga ichkari salonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yonboshi, ya'ni o'ng taraf, bokovoy taraf bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Diskasiga kelsak, Saka diska ekan, o'zining radnoy diskasini ko'rib turganlaringizda. Endi balonlarni o'zlaringiz qancha prosent qolgan, qancha prosent ketgan o'zlaringiz ko'rib o'tasizlar aziz aka-ukalarimiz. Mashina narxiga kelsak 75 ming somon deyapti. Ya'ni savdo bo'ladi dedi. Ya'ni mashinada adresiga kelsak, Shartuzda mashina bo'ladi. Lexus'imiz oq svitdan iborat. Qani shu nomerini o'qib qo'yibdi aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda, mana ustlari. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa ichkari salonlarni sizga ko'rsatib o'taman. Ichkari salonlari, конечно, avtomatik korobka. Mana nega mashina yaxshi o'chirmayapsiz aka-ukalarimiz, mashina shet qilyapti. Ana salonlari. Polna chixol bilan komplektatsiya bo'lgan. Motoriga kelsak aka-ukalarimiz 2.5 deyapti. Mashina yiliga kelsak 2007-yil 75 ming naqd deyapti. Yana savdo bo'ladi deyapti. Ko'rib turganlaringizda ana salomlar aka-ukalarimiz. Videomizga befarq bo'lmasdan videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Xudo xolasa mana 1000 tadan o'tyapmiz. Ya'ni sizlarning yordamlaringiz bilan, podishkalaringiz bilan aziz aka-ukalar. Mana aka-ukalarimiz, men sizlarga ichkari salonlar polni ko'rsatib o'tdim. Xudo xolasa dal shu videomizni davom etaverasizlar. Nega Hijibek mashinamizdan turibdi, ya'ni shampanskiy, ya'ni kul rang svitda ko'rib turganlaringizda, bularni ham syomka qilib ichkarilarni, balonlarni, yillarni, motorni necha qancha yurgan shularni ham sizlarga aytib o'tamiz aziz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa keyingi mashinamiz Opel Hijibek bo'ladi. Mana tashqi holat aka-ukalarimiz mana ko'rib turganlaringizda qo'ldan kelguncha sizlarga syomka qilib taqsim qilyapmiz. Mana qo'ldan kelguncha mana yonbosh taraflari. Ichkari salonlar aka-ukalarimiz. Bismillah. Mashina chixoldan iborat. Mashina yiliga kelsak aka-ukalarimiz 96-yil bo'ladi. Ana salonlari. Dokumenti qancha bor Hijibekda aka? Dekabrgacha mashinada Hijibegimizning dokumentlari bor ekan aka-ukalarimiz. Sizlarga telefon nomerini ham aytamiz. Lexus'da ham, bu Hijibekda ham telefon nomerini aytib o'tamiz, WhatsApp borni. Xolos ikkita mashina egasi bitta xazan bo'ladi aka-ukalarimiz. Hijibekda narxiga kelsak aka-ukalarimiz 23 ming somon deyapti. Lexus'da 75 ming somon deyapti. 2007-yil, motori 2.5 deyapti. Yana savdo bo'ladi deyapti. Mashinada adresiga kelsak, mashina adresi Shartuzda bo'ladi. Ikkita mashinada xazayni bitta. Aka telefon nomerini ayting aka. 93 192 22 25 raqamlariga telefon qilsangiz WhatsApp bor ha. Shu telefon nomerlariga telefon qilsangiz emaillari ham bor, WhatsApp ham bor, promay telefon qilsangiz ham bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Biz videomizni dash davom etamiz, ya'ni podishkada bo'lingizlar. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa mana keyingi mashinamiz конечно Opel bo'ladi. Yashil svitda, ko'k svitdan iborat Opel sedan bo'ladi ko'rib turganlaringizda. Mana bu tashqi holati, ya'ni bokovoy taraf, passajir taraf ko'rib turganlaringiz aka-ukalarimiz. Mana balonlari sostoyanasi 75-80% dan iborat balonlarimiz aka-ukalarimiz. Mashina yiliga kelsak aka-ukalarimiz Opel sedanning yili 96-yil bo'ladi. Adresimiz Shartuz nohiyasida bo'ladi. Nohiya Shartuzda bo'ladi aka-ukalarimiz mashinada adresi. Sizlarga telefon nomerini ham aytib o'tamiz hozir. Shu telefon nomerlariga bemalol telefon qilib yursangiz bo'ladi.
Endi mashina narxiga kelsak, aka-ukalarimiz 25 ming samon deyapti. Yana savdo bo'ladi degan gaplar bor. Aka-ukalarimiz mashinamiz mexanik, konditsioner bor deyapti. Ana necha kirib yurgan aka-ukalarimiz. Mashin gazi benzin ha? Gazi benzin deyapti mashinamiz. Telefon nomerlar bormi WhatsApp qo'llangan aka? Ha? Ayting. Telefon nomer WhatsApp qo'llangan. Mashinada adresi Shartuz necha? 4 ta 1 26 199 raqamlarga telefon qilsangiz, telefon nomerlarga WhatsApp ham ulangan aka-ukalarimiz prama telefon qilsangiz ham bo'ladi. Bem 25 ming savdo deyapti. Yana savdo bo'ladi. Muomala qilib beraman deyapti aka-ukalarimiz. Savdo qilib yurasizlar. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa keyingi mashinamiz Toyota Wish bo'ladi ekan. Ko'rtirlaringiz oq svitda. Yili nechinchi yil buni? Yiliga kelsak, aka-ukalarimiz 2015 deyapti. Buni balonda sostoyanlar bo'ladi. 75-80% balon sostoyanlar turibdi aka-ukalarimiz mana. Mashinada oldi holati. Mashin nechta passajir so'rashlaringiz mumkin? 7 kishilik. Mashin 7 kishilik bo'ladi, ha? Mashin 7 kishilik bo'ladi az aka-ukalarimiz. Agar taksi uraman deyotgan, gransiyaga qatnayman deyotgan aka-ukalarimizga xudo xolasa shu mashinamizni tavsiya qilib qolamiz. Mashinda adres qayerda? Chinorda, ha? Chinor Cityda garaj. Juda yaxshi. Motor necha bo'lardi? Mashinda motori kelsak, aka-ukalarimiz 1.8 deyapti. Ekonomik gazi benzin, ha? Mashinamiz gazi benzin bo'ladi. Mashin toza holatda, yana chiqoli ham bor. Shoferda o'tirgan, qolganda chiqoli yo'q aka-ukalarimiz. Narxini qancha deymiz endi? Qancha? 125. Muomala bor, ha? Aka-ukalarimiz mashinning narxiga kelsak, Toyota narxiga kelsak, 125 ming samon deyapti. Yana savdo bo'ladi degan gap bor. Aka-ukalarimiz конечно savdo bo'ladi. Telefon nomeri bormi WhatsApp qo'llangan? Faqat WhatsApp qo'llangani kerak bo'ladi. Ana mashinning oldi holati, yana tuzilish aka-ukalarimiz ana. Telefon nomerni ayting aka. 780 59 96 66 raqamlarga telefon qilsangiz, telefon nomerlariga WhatsApp ulangan prama telefon qilsangiz ham bo'ladi. Mashinda adresiga kelsak, Chinor Citydan bo'ladi az aka-ukalarimiz. Mashin narxini 25 ming somon dedi, yana muomalasi bor dedi. Bemalol telefon nomerlariga telefon qilib, yana savdo qilsangiz bo'ladi az aka-ukalarimiz. Biz darsda davom etamiz. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz Opel Astra J bo'ladi. Alyumin svitda ko'rib turganingizda sostoyani chotki. Balonlarga kelsak 75-80% holatda turibdi aka-ukalarimiz. Sakadiska prosta kalpok emas, mana orqalari. Ya'ni Opel Astra J hijibiga bo'ladi aka-ukalarimiz, mana orqa holatlari. Sizlarga qo'ldan keyincha syomka qilib ko'rsatib beryapmiz. Aka-ukalarimiz malol kelmasa videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Mashinning adresi qayerda aka? Shartuzda. Yili nechi mashinda? 99-yil ekan aka-ukalarimiz. Elektropaket bo'ladi ekan mashinamiz. Elektropaket mexanik bo'ladi. Chixol bor aka-ukalarimiz. Ana aka. Narx qancha bo'lyapti mashinda aka? 50 ming so'm 50,000 gutesta, savdo meshava gutesta. Ana, telefon nomeri bormi aka? WhatsApp kerak faqat. WhatsApp. Ayting aka. 93 446 28 88 WhatsApp dor ha? Shu telefon nomerlarga telefon qilsangiz, WhatsApp ham bor, prama telefon qilsangiz ham bo'ladi. Az aka-ukalar 50 ming so'm deyapti, yana savdo bo'ladi. Biz videomizni kuzatishda davom etingizlar. Aka-ukalarimiz keyingi mashinam xudo xolasa alyumin svitda Opel Astra J bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa sizlarga qo'ldan keyincha syomka qilib, ya'ni YouTube tarmog'iga qo'yib harakat qilyapmiz. Az aka malol kelmasa shu videomizga like bos, kanalimizga obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz. Balonlar yangi 90% sostoyanida turibdi aka-ukalarimiz. Opel Astra J, ya'ni karavani bo'ladi. Ya'ni buni bagaji bor aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda tranzitda yangi kelgan, ya'ni alyumin svitda ko'rib turganlaringizda xudo xolasa ana yonboshlari
arqa holat aka-ukalarimiz, ya'ni bagaji bor, ya'ni Opel Astra'ni karavani bor. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 55 55 ming somon deyapti, yana savdo bo'ladi deyapti aka-ukalarimiz. Mashina adresiga kelsak, shartuzor bo'ladi, hujjatlari bor deyapti. Yana bemalol savdo qilasizlar. Mana mexanik bo'ladi, ko'rib turganingiz aziz aka-ukalarimiz. Mana mashina chotki toza holatda 55 ming somon deyapti, savdo bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Arqa holati. Ya'ni bu yerda 5 ta mashina turibdi. 5 ta mashinada egasi bitta xazayn bo'ladi. Mana Opel Astra'ni telefon nomerini aytib o'tdik. Telefon nomerlariga telefon qilsalaringiz, WhatsApp bor. Bitta nomerga 5 ta mashina savdo bo'ladi aziz aka-ukalar. Bemalol savdo qilsalaringiz ham bo'ladi. Buni ham chiqaramiz ha. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz Opel Caravan bo'ladi. Opel Caravanimiz sviti shampanskiy svitda balonda sostoyanini sizlarga ko'rsataman aziz aka-ukalarimiz. Mashina adresiga kelsak, mashina adresi Shartuzda bo'ladi. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 35 ming somon deyapti. 35 guftaysa, savdo meshava guftaysa, ana shampanskiy svitda bo'ladi aziz aka-ukalarimiz Opel Caravan. Ya'ni bu yerda luklari ham bor adash. Luk bor ha bunda? Bu hammasini dokumenti bor deyapti aka-ukalarimiz. Mana bagajlari bo'ladi. Mana ichkarisi aka-ukalarimiz. Mashina chotki holatda turibdi. Buni yurgan probegi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mexanik yo luk bor ekan, bir konditsioner aka-ukalarimiz. Mashinamiz bichi xol, buni arqa holati bo'ladi. Mashinamiz sviti shampanskiy sviti aka-ukalarimiz. Mana bemalol savdo qilsalaringiz bo'ladi. Hozir telefon nomerlarini sizlarga yana bir marta aytib o'taman. Shu telefon nomerlariga telefon qilasizlar. Aka-ukalarimiz keyingi mashinamiz xudo xolasa Toyota 1 dedi. Svitini ko'ryapsizlar. Svitini to'g'risini aytsam men bila olmadim. Ko'rib turganlaringiz aka-ukalarimiz. Motor nechi buni? 1.6 mashina motori kelsak, ekonomishni 1.6 ekan aziz aka-ukalarimiz. Buni balonda sostoyanasi bo'ladi, hujjatlari bor deyapti. Ya'ni sakadiska bo'ladi mashinamiz. Ya'ni Toyota 1 bagajli aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda ekonomishni motion motoriga kelsak 1.6 hujjati bor dedi. Ichkari savdo. Narx qancha aka buni? 60 ming somon deyapti, yana savdo bo'ladi deyapti aka-ukalarimiz. Mashinamiz mexanik, ha, polni telek nima deydi, shunaqalari ham bor ekan aka-ukalarimiz. Mana elektropaket hujjatlari bor deyapti. Mana arqa saloni aka-ukalarimiz, mana ko'rib turganlaringizda. Nima deymiz aka-ukalarimiz, videomizni tugatib qolamiz. Telefon nomerni aytamiz hozir sizlarga. Qo'ldan kelgancha sizlarga harakat qilib syomka qilishga harakat qilyapmiz aziz aka-ukalarimiz. Aka telefon nomerni ham bir marta ayting aka. 93 446 88 aka-ukalarimiz, mush akamizni 5 ta mashina bor ekan. Tamom, 5 ta mashina bor ekan. Toyota, Opel Astra, mana Opel Qizilam Hijibegam shu akamizning mashina bo'ladi. Telefon nomerlarini aytdim. Bitta odamda xolos 5 ta mashina, telefon nomerlariga bemalol telefon qilib narx qilsalaringiz bo'ladi. Ya'ni sizlarga arzon kelishgan holatda skidka arzon qilib beradi aziz aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Keyingi videoga ko'rishguncha xayr, omon bo'lingizlar.